Assalamu alaykum. Tambur o'rganguvchi kichik havaskor do'stlar. Tambur o'rganish to'g'risidagi darsimizni hozir boshlaymiz. Biz oldi bilan tambur to'g'riliq ozroq tushuncha hosil qilaylik. Tambur o'zi xos uslubga ega bo'lgan chakma chalg'u turidagi muzika bo'lib, mukammal qurilma, ko'rkam shakl, yangroq, yiqimliq, mungluq sadosi bilan boshqa chalg'ulardan alohida farqlanib turdi. Endi tanbur atalg'usiga kelsak, tanbur atalg'usining ma'nosi tanni huzurlandırgıcı, tanni burg'uchi, kishiga huzur berguvchi degandek ma'nolarni ifodalaydi. Endi tamburning asos qurilmasiga kelsak, bu tamburning muva qismini bosh qismi, tamburning beshi deymiz. Bu naqshdan ma dastning ulangan yergacha orliqni bo'g'izi deymiz. Tambur bo'g'izi deymiz. Endi ma bo'g'izdan uchuq bag'ich orliqni tamburning dastisi deymiz. Tambur dastisi. Endi ma alqanchi deymiz. Bu o'ng qo'l qo'ydigan o'rin, shu buni alqancha deb atagan, alqancha. Buni alqanchi deymiz. Ma qismini bu qo'sh yuzlik mi deymiz, paloqchi mi deymiz? Qo'sh yuzlik qismi. Endi ma qismini tamburning yuzlik qismi deymiz. Endi ma'o xarak. Buni tapkimi deydi, asli ismi xarak. Xarak qismi. Xarak deymiz. Endi ma beshtal qismini quloq, tamburning quloqi deymiz. Beshtal quloq. Ma xarakni bosh xarak deymiz. Tamburning beshidagi ma xarakni bosh xarak deymiz. Endi ma arliqlardagi ma qismini pada, ovoz o'rnini belgilaguvchi pada deb ataymiz. Undan keyin ma beshtal simni, birinchi simni oldisi ham, o'ttirisi ham, oxirgi sim. Shundan bu oldidagi ikki tal sim qo'sh bo'ladi, o'ttirdagi bir tal sim yolg'iz bo'ladi, keyindagi ikki tal sim qo'sh bo'ladi. Bunda tamburning yasaladigan materiali to'g'risida tushuncha hosil qilamiz. Tambur boya biz so'zlab o'tdik, mukammal qurilmaga ega deb. Demak, tambur o'ziga xos mukammal qurilmaga ega bir muzika. Buning asosliq yasaladigan materiali ujum yog'ishidan yasaldi. Endi buning yuzlik qismidagi yog'och bu ishkir o'lkadan keltirilgan yog'och bo'lib, buni tungmu deymiz. Buningga ujum yog'ichi ishlatildi. Keyingi islohotdan keyin buning yuzligi tungmu yog'ochga o'tkaldi. Endi tambur simsilash. Tamburning oldi ikki tal simi changning 32-nomerlik simdan silindi. Oldi ikki tal simi. O'ttirdagi bir tal simni changning 32-nomerlik simdan silindi. Keyindagi ikki tal simga changning 31-nomerlik sim solamiz. Endi sim silish. Sim sağa vaqtimizda simni mana bu yerda duglak beti kesib olgan simni qilib bir uchini yana bir oldi bilan sim o'g'il tarafga bekitadigan uchini chigib olamiz. Buni chigishning usuli bu yo'galgan sim peti, shu petlar uchini simning ustiga shunda qo'yib ikki tal qo'limizda simning ikki tal beshini tutib olamiz. Tutib olib, qolgan qo'limizda
Masını yögeymiz. Yögeymiz bununla. Mana. Bunda yögep. Bitkendiken bu mana ma şekil keldi. Bu şekil kelgendiken aldı bilen mu şekildeki muş uçunu ekilip simning sim ilg'uga ilimiz alqanchining ostidan o'tkazib sim ilg'uga buni mush peti mush yugalgan peti serib ekilib ma boshqarakning yendiki bog'langan perdening ostidan o'tkazib aldı bilen birin o'ttirdik simni aldı bilen o'ttirdik simni salamiz o'ttirdik simni ma bosh perden o'tkazib kulakni simga yögeymiz. Simni kulakka yögüsek tolguşup kaldı. Şunun için tolguşup kılışını aldığını eleş için kulakni simga yögeymiz. Yögep, onun kendin aldı bilen otur simni salınmayız. Onun kendin ak işkital simni 31. simni elip ak işkital simni salınmayız. Onun kendin 3 tal simni pitip olgan iken aldıdık işkital simni salınmayız. Şunun olan temberga simsileş tamamlandı. Tövende nahun ve nahunni qandaq yasash to'g'risida tushunchani o'rganamiz. Aldı bilan nahun degan nima degan gap? Tamburni tirnoqqa sim bekitib chaldigan bo'lganligi uchun buni qadimgi tilimizda nahun degan fars tilidan kelgan bo'lib, nahun degan tirnoq degan ma'noda. Bu qarashga har xil ko'z qarashlar bor. Ba'zanlar nahilmi deydi, nahulmi deydi. Har xil ko'z qarashlar bo'lib, hammasi demak ma'no bir. Buni biz tadqiqotchilarimizning o'sha tadqiqotiga asoslanganda nahun degan deb atsak, biroz muvaffaq bo'ladi deb qaralib kelmoqda. Endi nahul yasash. Nahulni qanday yasash? Oldi bilan biz mushu paxta jipdan 20 santda o'pchörda jip tayyorlaymiz. 20 santda o'pchörda jip tayyorlab 20 sant jipni birinchi bo'g'imi egildigan mushu bo'g'im qismiga bu jipni yo'gaymiz. Albilan bu jipning uchini ikki barmog'imizda tutib olib, bu jipni mush birinchi bo'g'imga takshi yo'gaymiz. Takshi yo'gab bo'lgandan keyin bu ikki tal jipning uchi chiqdi endi. Ikki tal jipning uchi. Buni qanday bir taraf qilish kerak deganda, bu ikki tal jipning uchini bir-birisiga bunda yo'gab teqirsak bir kichik kallakcha hosil bo'ldi. Bu kallakchani temaqimiz bilan bu jipning ostiga tiqib o'tamiz. Basirib o'tamiz. Shundan bilan bu mukammal müdürmas oldu. Bu jip bağlanıp oldu. Jip bağlanıp olgan iken emde nahulni yasash o'timiz. Emde nahunga Changning 28 numaralı sim işletildi. Aldı bilen bu simning uchini chiqarib bilib simning uchini jipning bağlangan qismidan bir 2 milli öpçürüste dışarı çıkarımız. Dışarı çıkarıp baş parmağımız bilen simni besip alımız. Ma simnin uçunu bunda igimiz. Bu igi bo'lgandan bu ma şekil keldi. Bu şekil kelgandan keyin buni bunda öteştirip bizning
bu yoqqa mang'usak, bu beshi duglak shakli keladi. Beshi duglak shakli kelgandan keyin aldı bilan simning o'ng tarafini ikki barmog'imizni tutib olib, keyniga qaraymiz. Buni mana shakl keldi. Onun kendin mavi sol tarafini aşağı o'xshash uzunlikda qaraymiz. Endi bu manda shakl keldi. Mana shakl kelgandan keyin begiz barmog'imizni simning oraliga kirgizib o'lchaymiz. Naqlning sol tarafı uzunroq, o'ng tarafı kaltirak üzümüz. O'xshashlarni qaychilashtirib, keyinga tursak, sim üzülüdü o. Bu mana. Bu bir tarafı sol tarafı uzunroq, o'ng tarafı kaltirak shakl keldi. Kelgandan keyin buni kendin temak bilan o'lchaymiz. Temak orasiga qistiramiz. Qistirib bo'lgandan keyin ana kendin mavi jipning teshidan ma tarafı iç qismi, ma tarafı tesh qismi bo'ldi. Tesh qismidan o'lchab tutib olib egimiz. Egib mana mana shakl egimiz. Endi ma tarafni taxminanla eksak bo'ldi. Bir tarafni sal kaltiroq qilib eksak bo'ldi. Şuna olan naql pütti deyimiz. Naql şuna olan pütti. Bu nemde naqlni qo'lga silish. İki tal barmog'imizda ikki uchiini begiz barmog'imizni oraliga kirgizib tutib, jipning ostidan o'tkazamiz. Jipning ostidan o'tkazib, ikki tarafga va ikki beshini ikki tarafga tortib o'tib, bundan keyin tirnoqni ichiga solamiz. Shuna olan naql pütti. Mana shakl keldi. Endi naqlning yasilishi har xil. Her odam o'zining barmog'ining uzun qisqaliga qarab yasavasi bo'ldi. Endi hozir jamiyatda yasilayotgan naqllarning turi 2-3 xilga bordi. Hozir biz endi o'lchamlik deb qarab kelayotganimiz mush xildagi 5 duglak kelgan naql biz hozir o'lchamlik deb qarab kelayotgan naqllarning biri mush. Hem hozir ilmiy o'rganayotganlar hammasi asosiyatdan mush shakldagi naqlni ishlatamiz. Tövbe sabahdaşlar tambirni qanday sazlashni o'rganamiz. Oldi bilan tambirni o'ng biqinimizga bosh tarafdan sal to'ra qilib qo'yib, o'ng qo'limizni alqanchisining to'pisi qo'yib, tambirni besib olamiz, men besib olib turib, begiz qo'limiz bilan eng avval o'ttirdiki simni, bir tal simni gongchingning ray degan ovoz. Rayga sazlaymiz. Ray sazlanib bo'lgandan keyin bir tekshirib o'tamiz. Ray tang bo'pti. Tang bo'lgan chaqda keyindagi simning oldidagi simni, ya'ni oldidan sanaganda 4-simni. 4-sim. Bu sim cho'ng xatlik guruhidagi so ovoz.
Yani re tövengi sanayımız. Re do si la so so so. Beşinci bilen dördüncüsünü o'xshash so ovoz bo'ldi. Ikkisini tanglashtiramiz. Tanglashtiramiz. Shuning bilan sinab bakımız re do si la so 5 graduslik interval asıl oldu. Ondan keyin aldırı kısmını, birincisini çoğun xatlik grubudaki la avazı sözlayımız. Re do si la la re do si la. Birinci avaz re do si la. Şunun olan bu ikisi yana 4 graduslik intervalası oldu. Re do si la 4 graduslik interval. Birincisini sazılıp boğanken la'ga, onun keyin birincisini bilen ikkincisini o'xshash la avazı o'xshash qilamiz. La. Şunun bilan re do si la 4 graduslik intervaldi. Bu interval 4 graduslik 5 graduslik intervallar. Odatda asas muzikalarning sazlanishi mush interval bo'yicha sazlanadi. 4 gradus, 5 gradus, 4 gradus. Şuna olan rey avazını tutsak yakımlık sada verir. Tembirning sazlanishi mashina bilan ayaqlashadi. Yuqorida savatdoshlar tembirni qanday sazlashni o'rgandik, hamda tembirni o'rinlashda o'rindiqda qanday o'tirish, tembirni qanday tutish qoidasini o'rganamiz. Oldi bilan o'rindiqda yerim o'tiramiz. Yerim o'tirib, o'ng putimizning tapan qismini sal ko'tarib, sol putimizni o'ng putimizdan oldiroq qo'yamiz. Qo'yib, tembirni cho'ng yotimiz bilan qo'saq qismimizning o'tirg'a tembirning bosh qismini qo'yib, o'ng qo'limizning bu osti qismini tembirning olqanchiqini ustiga qo'yamiz. Ondan keyin tembirning dastasining egizligi cho'qon mürimizning egizligi bilan o'xshash bo'lishi kerak. Savatdoshlar bir ishga diqqat qilish kerak. Tembir cho'qon mush mürimizning egizligidan eshib ketmasligi kerak. Bo'lmasa egiz tutib olsak, keyin o'sib yetilishimizga ta'sir bo'ldi. Hozir tembirni qiz bolalar o'rganadigan bo'lardi. Shuning uchun hozir muzik muharrifimizda bu o'ltirishni isloh qilish kerak deb hozir mush qoidani tavsiya qiladi. Tövəndə savatdaşlar tembir çilishda o'ng qo'lning olqanch ustidagi o'rni va chekish, sol qo'lning sim ustidagi o'rni va yetti ovozning o'rinishi to'g'risida tushuncha beramiz. Oldi bilan o'ltirish qoidasi bo'yicha o'rindiqda rus o'tirib bo'lgandan keyin o'ng qo'limizning bu ostinqi yarim qismini qalqonchining ustiga qo'yamiz. Buni qo'ygan vaqtimizda cho'qim bo'g'imimiz, qo'l harakat qilingan bo'g'im va o'rin shu tembirning qalqonchisining qirining ustiga kelishi kerak. Buni qo'yib olamiz. Qo'ygandan keyin mas baş barmog'imizning ostin qismi ma yuzdagi qalqonchining yuziga tegmasligi kerak. Bu faqat tegib qolsa, masalan tegib qolsa, ma
baş barmağımız ehtiyatsızlıktan keyindeki simning üstüge tegib qilib, tembirning aks sadosi yo'qolib ketadi. Shuning uchun bu qo'limiz sal ko'tarilishi kerak. Bu baş barmog'imizning aslan qismi sal ko'tarilishi kerak. Ondan keyin bu chimaltak qo'limiz tembirning yuziga tegmasi kerak. Yuziga tegib qolsa, yana tembirning sadosiga ta'sir etadi. Shuning uchun bu qo'limizni sal yüzlükten sal ko'tarilib turishi kerak. Mush qoida bo'yicha qo'yib bo'lgandan keyin ondan keyin chekimiz, oldi bilan chekishni o'rganamiz. Chekkan vaqtimizda bosh barmoq qo'limiz bilan begiz qo'limizni ching tutib olib, qattiq qo'yib olsak, ondan keyin bu simga qattiq tegadi. Chekkan vaqtimizda yana mush xarakning ikki qo'l oldiga chekimiz. Ba'zi aholining ehtiyojiga qarab, ba'zi vaqtda xarakning tuyiga chekadigan, xarakning oldiga chekadigan ahvollar keyin aholining ehtiyojiga qarab bo'ladi. Shuning bilan o'ng qo'lning o'rni hozir bekitildi. Hamda sol qo'lga kelgan chaqda, sol qo'lda birinchi begiz barmog'imizning o'ttir qismiga ikki tal simni qo'yamiz. Ikki tal qismni o'ttir qismiga qo'yamiz. Hamda kayni qismiga kelganda padi qo'limizning kayni cho'qim bu tembirning ma'u qirva kayinda. Qirv bilan bu qo'limizning ma'u olqinimizning go'sh qismiga mey qo'yamiz. Bu mushtaq to'g'ri kelishi kerak. Bu kelgan vaqtimizda, pad tutgan vaqtimizda padni kuchli tuta olamiz. Bu mundaq tutilib qolsa, bu yaxshi tutilib kuchli bo'lmaycha padni yaxshi tuta olmay qolamiz. Yana mundaq qolsa qo'limizni ishtik ahanglar kelgan chaqda ulgurmay qoladi. Cho'qim joyida bo'lishi kerak. Bu tembir chaqa vaqtimizda tembirda baş barmaqning roli faqat tembir dachisining qechib ketmasligi uchun yordam beradigan roli bor. Buning padrasliga roli bo'lmaganligi uchun bu ikkinchi barmog'imizni birinchi barmoq, ikkinchi barmog'imizdan boshlab birinchi barmoq, ikkinchi barmoq, uchinchi barmoq, to'rtinchi barmoq. 4 barmoq deb olamiz. Endi sol qo'l barmoqlarimizning pad ustidagi o'rni bilan tanishamiz. Do degan ovoz birinchi barmog'imiz keladi. Do. Endi re degan ovoz 4-chi barmog'imiz keladi. Mi degan ovoz yana birinchi barmog'imiz keladi. Fa degan ovoz So degan ovoz 4-chi barmog'imiz. La degan ovoz yana birinchi barmog'imiz. Shi degan ovoz 3-chi barmog'imiz. Do degan ovoz 4-chi barmog'imiz. Yani tuvanga tushgan vaqtidan o'xshash. Qanday tushgan bo'lsa, shu paytda qaytamiz. Bu bir oktava ovozlar ichidagi barmoqlarning padi ustidagi o'rni. Endi 2 oktava ovozlar doirasidagi qo'l barmoqlarning pad ustidagi o'rni bilan tanishamiz. Do degan ovoz birinchi barmoq, re degan ovoz 4-chi barmoq, mi degan ovoz birinchi barmoq, fa degan ovoz 2-chi barmoq, so degan ovoz 4-chi barmoq, la degan ovoz birinchi barmoq, shi degan ovoz
3. barmak. Do degan ovoz 4. barmak. Re degan ovoz 1. barmak. Mi degan ovoz 3. barmak. Fa degan ovoz 4. barmak. So degan ovoz 1. barmak. La degan ovoz 2. barmak. Shi degan ovoz 3. barmak. Do degan ovoz 4. barmak. Tövenge qaytgan vaqtida o'xshashlar qanday tushgan bo'lsa shunda qaytamiz. Tövende savaştaşlar tembur sazlaş məşqini başlayamaz. Aldı bilen birinci məşq. Aldı bilen süratini belgili olmaz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Qayta. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Birlikte kalayla. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Qayta. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tövenden ikinci məşq. İkinci məşq o'ttirsin bilan oldisinin münasebetini ifade eden məşq. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3,
4 qayta. 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 Tövende ikinci məşqni birlikte yapıp bakalım. Aldı bilen süratini belgili olmaz. 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 Qayta 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 Endi üçüncü məşq. Üçüncü məşq o'ttirism bilan oqsim va oldisimlarning munozatini ifodalaydigan məşq. O'xshashlar. Ben bir qatim keltirma, uni kendi savoqdoshlarimdan bilganimiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 2 4 2 4 2 4 Hamda birlikte keleler. 1 2 3 4 Dördüncü məşq. 1 2 1 2 Tövende biz bir oktavalık avaz basqıç məşğulat oluşumuz. Ben aldı bilen bir qatim kepirme, onu kendi savoqdaşlarla bildiğimiz. Do, re, böyle gerek. To'liq to'shiq avaz orni to'sh bo'lgandan keyin yutkash kerak.
3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 Endi ikkiga bo'lingan bir oktavalik ovoz bosqichi bilan tanishamiz. Oldi bilan men bir qatim kelib turman. Undan keyin savoqdoshlar bilan birlikda kelamiz. Bunga o'xshash suratni belgilaymiz. Eng asl suratda 1 2 1 2 2 2 2 2 To'rtga bo'lingan bir oktavalik ovoz bosqich mashg'ulot qilishimiz. O'xshashli suratni belgilaymiz. 1 2 1 2 Bye.
ovoz bosqish mashqining 1-4 barmoqni ishlatish mashqi. 1 2 birlikte eylemde 1 2 1 2 İkinci meşk 1 2 1 2 birlikte girelim. 1 2 1 2 2 2 2 üçüncü meşk birlikte girelim. Dördüncü meşk birlikte girelim. 1 2 3 4 beşinci meşk birlikte girelim. 1 2 altıncı meşk birlikte girelim. 2 2 2 2
birlikte kelaylik. 2 1 2 Tönde Si Chongköy aralashma mashig'i. 1 2 3 9. mashq bilan birlikte kelib bakalım. 1 2 10. mashq. 1 2 3 4 11. mashq. 1 2 10.
2 Endi Sechonköy 2 oktavalık avval basqıç məşq bilan tanışmız. 12-ci məşq. 1 2 13-ci məşq. 1 2 1 2 14-ci məşq. 1 2